Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel Andijon Ulug'norga kelganmiz. Bu yerda 560 lik joy, qimmat variantda devor mebel bo'ladi. Sekin ko'rsatib bor. Devor mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, qimmat variant bu yerda nimalar bo'lyapti? Birinchi joyimiz shkaf, polkali zona, yana shkaf, yana polkali zona, eng oxirida ko'rpa-ko'rpacha taxlashga taxmon bo'lyapti. Tepasida hammasida bir xilda antresol. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraman. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. 560 lik joy. Andijon viloyati Ulug'nor tumanida biz. Xo'p, bu yerda qimmat variantda korpusli bo'ldi. Ikkita chekka. Bittasi shkaf. Xo'p, bu tarafimiz shkaf, nari taraf ko'rpa taxlashga joy. O'rtada mana shunaqa polkalidan yana ikkita, eng o'rta qismimiz yana bitta garderob. Boshqa vakuum, qora turbali ruchkalar. Xo'p, uyi balandligi 275. Xo'p, narxi 9 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz.